Ayna buni sözləmişdə çıkartırıb yaxıb taşı verəslər içində. Yine bunu. Yine kan otlarla bir arası buna. Assalamu alaykum uşaq abunəçilərim, sizə yaxşımısınızlar? Bugün sizlərə gərəkli bolğan video qilayatırma abunəçilər videonu ötkəzməsindən axinadan görüş təvsiyə qılaman. Boğaz videolarımızı başladık. Nereye geldiniz sizlərə sorasanızlar abunəçilər? Köp abunəçilərimiz yazıb durdular. Şimdi mallarımızı navalarını çıxarıb bərinlərlə durdular ki, bir yan tərəfdə drabilkələrini çıxarıb bərinlər. Nişik narxamaları gerek bol tuttu bizlərdə beyaz durdular şu anı. Çıkarıp paylaşa karar kıldım abunəçilər. Boğaz videolarımızı başlayımız da adresten çüntürüb doğru bir yan tərəf ötə öyrəmiz. Yine bir yan tərəfimiz Qaybu Mal Bazarı boladı, Ürgənçli. Şu an tərəfdən Gəlevəşərimiz boladı, Sanatçılar Köçəsi bu abunəçilər. Bir yan tərəfimiz isə o Bulqayı köpərdən şimdi düşüb Gəlevəşərsə yine onda MMS zaprapkə boladı, həmmə bilədi bunu. Şimdi ötüb Gəlevəşərsə işə dəqal teklərini ki, Mişalkə, beton karadon aparatlarını koydular. Şimdi Gəlevəşərsə abunəçilər. Yine abunəçilər inmişlər aparatlarımız hazır, sizləri işlətib, gözətib abuzə okub qaramiz. Assalamu alaykum, çıxsınız? Assalamu alaykum. Yaxşımısınız? Rəhmət, sizimsiz, çərçəməyəsimi? Yaxşı, abunəçilərimiz köp kommentarlarda soran əkənlər üçün saman, nərsələrini çıxaradan aparatlarını ekin, navalarını soran əkənlər. Şuna gəldim sizlərə, bir abuzə okub, çok gəlib çıxarıb bərsəniz. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha barini tushuntirib, o'tamiz. Hamma mahsulotlar xudo xolasa bor. Avvalo assalomu alaykum har shu obunachilarga, barchalariga, Altemur obunachilariga, barchalarga assalomu alaykum hammalarga. Mana sizlar so'ragan mahsulotlarimiz bor, xudo xolasa. Kimga qanaqadir narsalar kerak esa, barchasidan xudo xolasa topib boshqa qilib yetkazib nima qilib beramiz, xudo xolasa. Pichoqlaring shunday ko'rinishda bo'ladi, rang bo'ladi. Pichoqlar. Necha pichoq bor endi bunarimizda? Pichoqlari bu 26 ta jami bunda. Общий 26 dana. Общий 26 ta. Bu biznesatga turibdi hozir. Bu setkasiz izg'orotga shu holatda chiqaradi setkasiz. Ava. Bir chiqarib ko'rsataylik shunda abunəçilərimiz hozir bir. Yine abunəçilər izg'orot o'zimizda qamish, o'tlarimiz bo'ladi, hozirdan o'rib kelindi. Hozir sizlarga bir obzor qilib ko'rsatamiz abunəçilər, video davomida ko'rib kuzatib borasizlar. O'tirmay oxinadan ko'ringlar abunəçilər. Sizlarga manfaatli video bo'ladi deb o'ylayman. Yine abunəçilər. Bu setkasi yo'q abunəçilər. Setkasi variantda chiqarib turibdi. Yine. Setkasi variantından zo'r chiqarib turibdi abunəçilər. Yine. Buna qaranglar. Dahshat chiqarib turibdi. G'olibi setkasi varianti. Inobanda ma'lum 1 2 3 4 xil setkasi bor rang bilan. 4 xil setkasi bor. 4 xil setkasini de chiqarib ko'rsatamiz abunəçilər. Ko'rib boraverasizlar. Hozir men sholi qo'qonini chiqarib beramiz endi. Eng yirik setkasida. Bu ham shundan prosta setkalar xilunda abunəçilər. Yirik sholi qo'qonda chiqarib beramiz. Eng yirik setkasida turibdi. Birden kulçatı var, şıkkatları yakıp taşıyor hatta içinde. Yine bunu. İçine taşıyıcılar bir yan taraftan şimdi neydi çıkarıp verdi alıbı en iri çatsa setkasında durdu abunəçilər. Görünce bunu şimdi taşıyorum çıkarıyorlar. Bu yonca abunəçilər. Yoncan çıkarttık mı? Yine. Ozapaya. Ozapaya yine abunəçilər düzəlmişdə. Yine. Yine kan otlarla bir arası abunəçilər. Rünçerde çanı mıydı abunəçilər? Şöyle itibar verəsizlər. Yine. En katta
Setkasini qo'ysak, obunachilar yana. Eng yirik setkasi mana. Eng yirik setkasini ishundan chiqarib turibdi. Yana. G'o'zapoyalarni ham yana qaranglar. Bu yerda g'o'zapoyani o'zi ko'rinmaydi turibdi obunachilar. Qaranglar, yana. Ina g'o'zapoya obunachilar yana. Mayda tashanni qaranglar. Ina bunday yonjamiz obunachilar yana. Yashil gömlek bo'lib turibdi obunachilar. Endi bu o'rtacha setkasi, to'g'rimi? O'rtacha mayda setkasi. Yine setkalarni bir göz tutib olamiz, obunachilar shunday bo'ladi. Bu yerdan chiqarilganlari bor, chiqarib ko'rdik. Hozir size boshqatdan chiqarib ko'rsatamiz obunachilar. Bunda hali yana 1, 2, 3 xil apparatimiz bor, bularni ham chiqarib ko'rsatamiz. Yana bunda dim mayda chiqarib ko'rsatamiz. Ana telefon nomerlari ham yoziladi. 78 555 50 50 telefon nomerlarini so'rarasiz kerak bo'lgan bo'lsa. Adreslardan tushuntirdim, kelib olaman deb so'rashlar bo'lsa kelaverasizlar. Mana bo'ldi, yetadi. Mana obunachilar. Mana eng mayda setkasi bu. Mana qaranglar obunachilar. Mollar uchun aytib bersangizda, yuqishadon bo'ladi obunachilar. O'zi mol boqadigan og'alarimiz, ukalarimiz bo'lsa, o'zlari biladi obunachilar buni. Na effekt berishini mollarimiz. Bu endi makkalarimizni chiqarib beradi, to'g'rimi? Makkani pachatkasi bilan chiqarib beramiz. Ishi narsasi bilan to'g'ri sonada chiqarib beradi obunachilar. Mana shu holatda shuni sot chiqarib ko'rsataveramiz bemalol. Yana obunachilar mayda chiqarganmiz, yana bir sizlarga chiqarib ko'rsatamiz. Shunday do'stga taqiydilar. Yana mayda chiqarib turibdi. Mollara ko'rsatsa ishlab bo'ladi ekan. Juzalaringiz bo'ladi, ammo juzalar ham battan ishlab bo'ladi obunachilar. Bunda voltlarni ham o'zgarib turadi axir. 40 volt metrlarga to'g'ri bor. Yana obunachilar. Avtomatlarning 2 voltda ishlab turibsizlarni ham ko'rsangizlar bo'ladi, ekranlari bor ishda. Obunachilar. Yana qaranglar. Mayda chiqardim. Yana obunachilar sara. Yaxshilab ko'rinib turibdi deb o'ylayman. Mayda. Hamma yeri bir xil obunachilar ayni. Yoshada chiqarib turibdi. Endi bu eng mayda setkasi, to'g'rimi? Eng mayda. Kepak qilib beradi bu holatni mana. Hozir chiqarishdan bir ko'rsatamiz obunachi. Yana bundan bir kattaroq setkasi. Qo'shamiz. Mana buni. Gelaverasa shunday apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa bunachilar. Gelishtirib zo'r narxlarda qilib beradilar. Dastavkalar ham ichida bunachilar. Mana bunachilar. Mana. Yana hozir chiqarganlarini ayna bunachilar. Yana mayda uni chiqarib turibdi. Yana. Mana bu qaranglar. Mana mayda bo'lib turibdi. Bu apparatimizni boshqacha ko'rinishlari. Bu boshqacha. Ularga qaraganda bu apparatimiz faqat don mahsulotni o'zini chiqaradi. Kepak chiqarib beradi uni. Kepak qilib beradi. Yana bu narsalar setkalar har xil nimasida chiqarib beradi. Bu soatiga 300 kilo, 400 kilo holatda kepak qilib beradi. Agar yorma qaynatib beradigan holat bo'lsa 500 kilo, 600 kiloga qo'yib beraveradi. Yana bu narsalar. Buni motorlarni chiqib bo'ladi bularni. Bularda motori alyumin motor 4 kilovat. Alyumin 4 kilovat kuchli. Mana. Bularning ham ekranlari bor. Voltlarini kuzatmasanglar. Tutdi. Mana obunachilar. Ko'ramli apparatlar emas, limonlar, rezinkalari bor obunachilar. G'altaklar bor, nova narxlarni ham tanishtirib o'tamiz. Bo'ldi, yetadi. Mana chiqargan donimiz. Mana obunachilar. Keyin obunachilarimizdan ham kuttirmasdan pullarini ham bir aytib o'tsak, qarab o'tiribdi obunachilarimiz pullarini kelishtiradigan bir
Şokolad narxlarini ayting buni obunachilarimizga. Bu drabilkalarimiz alyumin motorlari 3 kilovat 3000 obroti alyumin motorlari. Nima bularimiz sava? 3.500.000 Bu motorlarimiz. dastlabkasi ichida. Ava. Keyin bonusiga mana bunday pichoqlarni ham qo'shib beramiz. 18 ta. 18 dani shundan qo'shib berasizlar shunda. O'zidan necha dana bo'ladi dedik hali? O'zida malotohlari bilan bo'lib 26 ta bo'ladi. 26 dana bo'ladi. O'zida yana 18 dana qo'shib beradilar. 18 ta sement bo'ladi. Ha. Setkalari ham o'zida axir, to'g'rimi? Setkalari ham beriladi. 4 ta setka bo'ladi. 2 ta o'tga, 2 ta donga. Bir ochib bersanglar buni. Mana. Mana. Bu setkamiz kepak holatda qilib beradi. Hozir eng oxirida chiqarganimiz. Bu yorma qaynatib bergani. Qilib beradi. Bu molga o't. Qirqib beradi. O boshqa ikkinchi chiqarganimiz. Bu qo'yga, ha. Bu mayda chiqarganimiz samonlarimizni. Quruq o'tga setka qo'yib chiqaradi. Izg'orga setkasiz chiqariladi, bari. Yana boshqa narxlarni aytalmi, necha dedik hali? 3 kilovat alyumin motori. 3.500.000 so'm. İçida dastlabkasi besplatniy bonus pichoqlarimiz bor 18 ta. Mis motorlarimiz axir meni kanalimga aytib kelsa, Artur Shohdan ko'rib keldik desa, qaytib berasizmi? Ozgina. O'zlari kelib olib ketsa, kelishtirib beraman. Mendan keldi, Artur Shohdan keldingizsa, keldik deb aytsangizlar, qaytib kelishtirib beradilar. O'zlari kelib olib ketsa, dastlabki pulini kelishtirib, bonus pichog'ini ham qo'shib beraman. Obunachilar. Yine hozir pichoqlarni jo'datdik, bitdik obunachilar, yine bu. Buni ochilib yopilishi ham mana qulay imkoniyat, mana kurchoqli variant mana. Yine oddiy obunachilar. Endi tartaslardan ochaverasizlar, muroviylarni eshikindaymi bu? Arka tarafında. Azzatilgan. Yana qiynalmay chiqarib turibdi, g'o'zapoyalarni ham yana qattiq bo'lishini qarang, mana buni haqiqiy g'o'zapoya chiqarib turibdi. Mana somon islarni bunda yonzalarimiz Makkadan ham chiqarib turibdi, qiynalmay obunachilar yine. Ko'rishlaringiz mumkin. Yine bu yerda hozir Makkamizni budalgan xiyla yine bu yerdan ochiladi obunachilar. Men to'lasangiz ochiladi. Bu yerni yuvarasizdan bo'lg'ana kilib ko'rasizlar. Bularda mis motorlarimiz, 4 million so'm bonus pichog'i bor, dastlabkasi ichida. Dastlabkasi ham ichida. Nereden bo'ladi bu? Mis motorlari dastlabkasi qaytga chiqsa, o'sha yo'nalishga qarab olib borib beraveramiz. To'plam masalan Qoraqalpoq chiqami? Buxoro, Samarqanddan kelsalar ish keladi. Samarqand, Buxoro tomonlardan kelsa, vodiyga murojaat qiladi, vodiy tomonidan olib kelib beradi. Vodiydan filiallaringiz bor axir. Vodiydan ishonamiz, ishlab chiqarishimiz vodiyda o'zi. Xorazmda filialimiz. Telefon nomerlarini ekran chiqarib qo'yaman, obunachilar telefonlashib, so'rayverasizlarni, cheklanmagan miqdorda desak bo'lmaydi obunachilar. Bu videoni ko'rgandan keyin menimcha bu narsalar qolmaydi. Üspit etib qolamiz obunachilarni. Har xil va keyin bu boshqacha ko'rinib turibdi, bu nechi variantimiz bu. Bir ko'zatib o'taylik obunachilarimizga. Bu yagor nimalarimiz, apparatlarimiz universal. Bundan 4 dana setkasi bo'ladi, to'g'rimi? 4 ta. Ham Makka narsalarni ham chiqaradi, ham somon ham chiqaradi shunda. Universal. Universal, bari. Bu yangi mis motor deganimizmi bu? Mis motorlarimiz mana bular mis motorlarimiz. Şu 4 million so'm. 4 million so'm. Bonus pichog'i bor 18 ta, dastlabkasi ichida. Yine obunachilar, yangi ichi ochiqadi deb o'ylamanglar, bu narsasi olinadi. Samon tashiysizlar, bekliysizlar, daymondan unda etib, kebagasi chiqarasizlar, bu yandan Makkani o'zini g'o'zasi bilan yuvaverasizlar obunachilar. Bo'lmasa nechi variant bu? Bu kichik variantimiz mana. Yana motor 2.2 alyumin motor, o'ta tok passiyalarda ham ishlayveradi. Bu quruq don mahsulotlarni chiqaradi bari. Yine obunachilar, bu yon tarafdan yuvarasizlar, har xillaridan bor. Bu narsalarımızdan bir instruksiya berib o'tsak, tushuntirib obunachilarimizga bu kerak bo'ladi bu narsalarimizni. Bu mollardagi rezinka. Mana qalinligi ham zo'r obunachilar. Mana qalinligi. Neçalik bo'ladi bu endi? Bo'yi 1.85. Eni 1.10. 1.85 ga 1.10 bo'ladi shunda. Yine obunachilar. Qalinligi mana.
O'ta og'ir narsa 50 kilo. 50 kilo keladi obunachilar. Alasizlar, mallarni teyinga tashab qo'yarasiz, endi aralashib, yani ne bo'lib arqalari ham mana. Bilasizlar. Garelchalar ham bor keyin, obunachilar. Garelkalarimiz ham bor. Yana arqalari obunachilar. Hozir yana obunachilar. Arqalari ham zo'r bo'ladi. Garelchalarimiz ham bor ekan sizlar, bularni ham bir aytib o'tib ketsak. Garelkalarimiz motori bilan 1.150.000. Ava. Motori ham bor. Garelcha motorsiz variantini. Motorsiz varianti bo'lsa, o'zi 800.000 dan. Qalinligi mana ko'ryapsiz. Qalin. Keyin bir necha rushnoylarimiz ham bor. Rushnoy jodilarimiz. Kattasidan bu, kichigidan yo'q. 950.000. Ozgina kelishtirib beramiz buni. Ina bu narsa galaverasizlar, olib ketaverasizlar. Bu tengli narsalar nomini ichi bu. Ya boshqa narsalar ichi. Ha, bu g'altahlarga nimalar, bortlari. Ha, bo'ldi. Keyin bu yoqda mana tezak burket qilaydiganlarimiz bor. Ko'p obunachilar, ko'p klientlarimiz. Mana, tengdan so'ragan tartib bering. Ina obunachilar. Uni bozorda 300-350 dan aytib turibdilar. Endi siz mana obunachilarimizga kelishtirilgan narxlarni ayting. Bu munimiz betda narximiz 250.000. 250.000 so'm. 250.000 so'm. Ava. Endi obunachilar. 250.000 so'm obunachilar. 250. Mana. Yana kelaverasizlar. Necha loylarni qarib beradi. Bu yemish ekan. Yemishlarni qarib bersam bo'ladi obunachilar. 300 kilo, 350 kilo yemni bemalol aralashtirib beradi. Katta fermalar 220 da ishlaydi. Bularimiz ham bir kuzatib o'tsak, mana. Bu kattaroq variant, to'g'rimi? Ava. Mana bunchalik qarib beradi. Bu ham shu 300 kilo. U 380 da ishlaydi unisi. Ha, 380 o'rnida. Bunimiz 220 da ishlaydi. Mana obunachilar. Kelaverasizlar. Bahosini aytib o'tdikmi? 6.800.000. Belgisini? Uni ham bahosi shunday. U ham shunday. Ava. Mana bu narsa. Keyin g'altaklarimiz bor bularda. G'altaklarimiz bor. Mana. Ikki xil varianti bor ekan, ikkisidan bir xilmi bular? Yo'q, pullarida razницasi bor, farqi bor. Ha, balonlarida, ko'rinishida. Buni g'altaklarimiz mana dastalari torvadan bas. Konteyner ruchka qalin material. Qanday yuk bo'lmasin, hammasini bemalol ko'taraveradi. Ava. Nechaga turibmiz bularning? Buni 600.000 baho etilyapti, 550 dan qilib beryapmiz. 550.000 so'mdan aytib beribsiz. Mashin balon qo'yilgan ekan. Mashin balon. Bunimizga mana skuter balon. Mana. Buni nechaga turibmiz? Bular 550 deb turibmiz, 500 ga qilib beryapmiz. Mana bu narsalar. Balonlar ham top-toza bu narsalar. Balonlar toza. Libo bir narsani yushlayverasiz. Keyin navolarimiz bor ekan bu yerda. Bu yerda qo'y navolarimiz bor, qayiqlarimiz bor. Qayiqlar nechadan bu? Qayta kerak loyihalar bor. Mana qayiqlarimiz mana katta kichigi bor. Nava. Nechaga turibmiz? Bahosini bir aytib o'taylik. Bu kichinalarimiz Aytib o'tiradilar. 1,5 million so'm. Ava. Bu katta variantlarimiz 2 million so'm. Ozgina qaytaydigan nimalarimiz. Suv tushsangiz duradi shunda. Suvda ha turadi. Ko'p nima klientlarimiz kelib olib ketdi. Qanchalik bu? Bu qo'y navolarimiz uzunligi 2.30. Eni Eni 35 sm. 30 sm shunaqa chiqadi. Eni onaslar. Chuqurligi 5-6 dana qo'ylarni ham o'jatsangiz hisoblayina bu ham 260 li ham. Bularning metri 180 mingdan qilib beryapmiz. 180 ming so'mmi? Ava. 190 180 mingdan qilib beryapmiz. Buni kattalar mollar uchun. Mol navolar ava. Ava. Mol navolarimiz bularda eni 60, chuqurligi 30. Eni olsa bo'yining bo'yi 2 metrligi bor, 2.30ligi bor, 2.60ligi bor. Ena shu necha metrlik shu? Mana bu 2 metrligi bu. Bularni Buni 240 dan beryapmiz metrini. 240 ming so'mdan shu metri. Shunda bu 480 ming so'm bo'ladi shu durshi. 480 ming. Ava. Ena bu narsalar. Bu 240 da deysiz, shunday narsalar suv metrlarni nechadan Bundan uzunroqlar baholarni ham aytib o'ting. Mana yarim tayyor variantlar holati ham bor. Yarim mahsulotlarimiz ham bor mana. Ko'p bo'larsiz, kelaverasiz, Mana mahsulotlarimiz ichlari ham toza.
Bularda metri 180 mingdan 170 mingga qilib beryapmiz. Bular 170 mingdan. Havo. Yarim tayyor obunachilar. Yarim tayyorlari. Mana. Keyin mana bu lisa komplektlarimiz bor, lisa. Havo. Mana shu holati bir komplekt 870 mingdan beryapti. Yana obunachilar oyoq tiylar taxta olmaydi, damir bo'ladi. Yana obunachilar bas minib ishlataverasizlar. Mana har xil narsa, o'joqlarimiz ham bor. O'choq mahsulotlarimiz ham bor. Ichidan bor. Endi razmeriga qarab kelishib nima qilib beramiz. Kelishaverasizlar obunachilar. Har xillaridan bor obunachilar. Bu listlar o'zlari ham sotiladimi? Listlar ham sotiladi. Havo. Listlarning kvadrati 170 mingdan 170 ming so'mdan kvadrat, Bularning profillar. Profillar ham 230ligi bor, 260ligi bor. Yana obunachilar ko'rishlaringiz. To'rga to'ri. Havo. Katta raklar ham bor. Mana katta razmerlari hammasidan bor. Mana bu narsa ham sinov turba. Turba mana konteyner ruchka qalin materiallarimiz bu. Havo. Qancha turib bahasi? Bularda 95 ming, 90 ming metr bas bir donasi, bir shtigisi. Havo. Yana 260ligi ham bor. Ana 230ligi ham bor. Ina obunachilar. Sara, unda katta ekan bu. Ya bergindanmi shu? Havo, bu 260 uzunligi. Ha, bu 260. U katta ko'rinib turibdi axir. Buni necha turibmiz bahasi? Bulardan bahosi bir 240 mingdan metri. Ha, 240 mingdan hisoblab olarasiz obunachilar. Yana 60 chuqurligi 30. Ishada o'choqlarni ham bir tanishtirib o'tsak, obunachilar ham qiziqadi. O'choqlarimiz mana bu yem pishirgani qozonlarimiz. Havo, tayyor bu. Yem pishirib turib, buni oldin ne ko'rasiz? O'chog'im bilan birga komplekt holatda mana. Buni qopqoqlari ham bor. Yana bu yon tarafda turibdi obunachilar. Yana bu yon tarafda yashil qopqoqlar shularniki axir. Mana qopqoqlari bu yoqda. Bu yondami? Kechirasiz obunachilar. Bo'lmasa, inamunda qopqoqlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yana belgilarni unutib bu yoqda mana qopqoqlari. Mana obunachilar har xil katta kichiklarini, kichikroqlar, kattaroqlar har xillaridan bor obunachilar. Mana. Yana beklanib turadi ekan. Yana ustunda suving olib qolmaydi, bunday tushib ketaveradi obunachilar. Yangi ko'p qopqoqlar bormi, yo ustunda suving olib qolmaydi, emas bular obunachilar. Ustida yomg'ir narsalardan turaveradi. 200 litrligi bor, 250 litrlik bor, 300 litrlik, 500 litrligidir bor. Yana obunachilar. Yana obunachilar hamma narsalarimizni menimcha kuzatib o'tdik deb o'ylayman. Shunday apparatlarimiz, samon chiqaradigan narsalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, telefonlashaverasiz, ekranda telefon nomerlari, listlarmi, navodistlarmi, nima narsalarimiz ham, keyin mol yaqin teynako'lar, rezinkalarimiz, o'zoqlarimiz, keyin g'altak hamma narsa bor. Bu yerda obunachilar, bu yerda fermachiman degan obunachilarimiz bo'lsa, obunachilar bu yerdan noldan turib hamma narsalarni olib 100% hamma narsani olib kelsangiz bo'ladi. Har xil chiqarib ko'rsatdik obunachilar. Endi bu yerdan kelib o'zingiz olib ketaverasizlar. Al Temur deb ko'rsatib qo'ydi. Adreslarni ham tushuntirdik. Asashida videolarimizni yakunlaymiz obunachilar. Like, podpiska bosishni unutmang. Shunday videolarimizni ko'p chiqarib turamiz obunachilar. Sizlarga manfaatli bo'lgan like, podpiska bosishni unutmang. Hamma xayr, sog' omon bo'ling. Klientlarimiz ham gap chakalashib turibdilar. Sog' omon bo'ling.